Ildizlar shunaqa osilib o'sadigan orxideya bu vanda orxideyasi hisoblanadi. Vanda orxideyasi shunaqa hech narsaga ekilmay, mazza qilib shunaqa osilib o'sadi. Albatta bizani O'zbekiston sharoitida quruq havoda sal bu vandaga g'amxo'rlik qilish sal qiyinroq demayman-u, lekin anaqasi mehri ko'proq ko'rsatish kerak, chunki apreskivать qilish kerak ko'p, ya'ni ildizlarni ko'proq namlantirish kerak. Ayniqsa yozda 2-3 marta shlankadan suv sepaman. Qishda esa unaqa ko'p bo'lmaydi, chunki o'zi qishda bilasiz suv bo'ladi va nam havoli juda ham ko'p bo'ladi. Lekin yozda sal shu mehrni ko'proq berish kerak vandaga. Chunki mana shunaqa ildizlar osilib o'sadi, buni tez quriydi, tez chanqab qoladi. Chanqagan orxideyani shu ildizidan bilsanglar bo'ladi, shunaqa kulrang, oqish rang bo'lib qoladi va suv quyilgandan keyin bu yana yam-yashil bo'lib qoladi. Mana shunaqa chiroyli, bahaybat orxideyalar. Atrofidan bunaqa bolajonlari ham chiqyapti, bolalari ham o'syapti. Shunaqa chiroyli.